Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, tarix faniga qiziquvchi yoshlar. Bugun biz sizlar bilan Xiva xonligi tarixi bo'yicha mavzularimizni davom ettiramiz. Rossiya Xiva munosabatlariga to'xtalamiz. Azaldan Turan yurtiga ko'z olaytirib kelgan Rossiya hukumati, ayniqsa Pyotr I davrida 1714-1717-yillarda juda katta yurishlar qildi. Knyaz Aleksandr Bekov Cherkasskiy boshchiligidagi 6000 rus qo'shinlari Xiva xonligi hududiga keladi. O'sha paytda Xiva xoni Sherg'ozixon edi. U nihoyatda dushmanga qarshi kurash olib boradi va ularni mayda-mayda bo'liqlarga bo'lib tarmor qiladi. Shundan keyin ikkinchi harakat 1838-yil Perovskiy boshchiligidagi bo'ladi va bu urushda ham Xiva xonligi qo'shinlari ruslarga qarshi qaqshasiz zarba beradi. Qattiq bo'ron sovuqlarga chiday olmagan rus qo'shinlari orqaga qaytib ketadi. Shundan keyin Rossiya hukumati Xiva xonligi bilan jang qilish emas, balki u bilan hiyla ishlatib muzokaralar yo'liga kiradi. Bu esa 1842-yilda muzokaralar o'tkazib Majburiyatlar akti degan shartnomani imzolash bilan yakunlanadi va bu shartnomada ko'proq Xiva xonligiga juda katta yuklamalar yuklatiladi. Ayniqsa savdo sohasida rus tovarlariga bojlarni qo'ymaslik haqida majburiyatlar ularga yuklatiladi. Mana shuning o'zi ham Rossiya imperiyasining Xiva xonligini o'ziga bo'ysuntirishga uzoq yillar intilganligining dalolatidir. Shu bilan bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.